Assalomu alaykum. Bugun lidlar haqida gaplashamiz. Xo'p, lidlar bu o'quv markazingizda o'qishi, o'qish xohishini bildirgan, lekin hali sizga, to'liq mijoz bo'lmagan o'quvchilar hisoblanadi, ya'ni mijozlar hisoblanadi. Demak, mijozlar sizni, Instagramdan yoki Telegramdan yoki, Sarafan marketing orqali do'stlaridan eshitgan holatda sizni o'quv markaziga murojaat qilishi mumkin. Shunda bu, shu mijoz, sizga birinchi to'lovga, ya'ni sizni haqiqiy o'quvchingiz bo'lguncha, bir nechta jarayonlardan o'tish kerak. Shu jarayonlarni o'tishi boshqarish uchun bizga lidlar bo'limi, yordamga keladi. Hop, demak lid yaratish uchun biz mana bu, lid bo'limiga kirganimizdan keyin lid qo'shishga bosamiz. Yoki tezkor mana bu yerda tezkor qo'shishda ham bor, lid qo'shishga bosishimiz mumkin. Xo'p, demak, o'sha bizga murojaat qilgan o'quvchini ma'lumotlarini olamiz. Misol uchun, uni ismi, Xurshidbek bo'lishligi mumkin. Xurshidbek bo'lishligi mumkin. Familiyasi deylik, Jo'rayev. Xurshidbek Jo'rayev va albatta telefon raqamini, olish kerak bo'ladi. Misol uchun 93 123 45 67. Bu, albatta, randomniy telefon raqami. Va, bizda, ya'ni bizga kelayotgan mijozlar asosan qaysi, marketing qaysi sohasi orqali kelayotganligini bilib, keyinchalik hisoblashimiz uchun, mana bu yerdan, ya'ni manba kiritsak bo'ladi. Misol uchun, Telegramdan ko'rib keldimi yoki Instagramdan yoki veb-saytingizdan yoki tavsiya, ya'ni do'stlari tavsiya qildimi yoki walk-in degani bor. Deylik, sizni o'quv markazingiz, joylashgan, yo'nalishdan o'tib ketayotib ko'rdimi. Demak, buni so'rash orqali bilasiz. Demak, shu administrator yoki, o'quvchilar bilan ishlaydigan xodim buni so'rash orqali, demak, to'ldirishligi mumkin. Misol uchun, Telegram orqali keldi. Xo'p, demak, hozircha bu qanaqa? Demak, bizga shunchaki telefon qildimi, yoki biz, bog'landikmi u bilan, yoki sinov darsiga qo'ydikmi, yoki ketib qoldimi bizdan. Demak, sinov darsiga kirdi yoki umuman kirmasdan, aloqaga chiqmasdan ketib qoldi deylik. Hozircha bu yangi. Demak, bizda, mana bu yerda, aloqaga chiqish uchun, demak, sana qo'yib qo'ysak bo'ladi, ya'ni bildirishnoma. Misol uchun, deylik, telefon qildik biz, o'quvchiga biz 2 kundan keyin aloqaga chiqishimiz kerak. Hozir gaplashdik va 2 kundan keyin aloqaga chiqishimiz kerak yoki ertaga aloqaga chiqishimiz kerak yoki, guruh ochilganda, misol uchun, deylik, 5 kundan keyin aloqaga chiqishimiz kerak. Xohlagan sanangizni kiritib qo'yasiz, va izoh yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, biologiya darsiga, 2-kuni fail qilish kerak. Va bu, platforma avtomatik mana bu bildirishnomalar qismida sizga eslatadi o'sha 2-kuni kelganda. Ya'ni siz ishga keldingiz, demak, bildirishnoma turgan, siz ochasizda, bugun kimlarga telefon qilishingiz kerak, nimalar qilishingiz kerak, hammasi, chiqib turgan bo'ladi va uni saqlashga bosasiz. Demak, mana jami lidlar, xo'p, lidlarga bitta qo'shildi. Bu endi hozircha, yangi lidlarda turibdi. Agar siz bun bilan aloqaga chiqdingiz yoki siz bunga nimadir aloqaga chiqqan bo'lsa, ya'ni qanaqadir jarayon bo'layotgan bo'lsa, bu lidlarni mana jarayondalarga o'tkazib qo'yishingiz mumkin va, administrator tomonidan, deylik, birinchi darsga qo'yildi. Demak, sinov darsiga qo'yilgan qilib qo'yishingiz mumkin. Yoki mijozga aylandi. Agar mijozga aylandiga bossangiz, demak, siz avtomatik qaysidir guruhga qo'shishingiz kerak. Xo'p, yoki rad qilindi. Deylik, o'quvchi, darsga qatnashdi, yoki shunchaki kelishni xohlamadi. Demak, siz buni rad qilinganligiga olib o'tib qo'yasiz va bu sizni bazangizda turib turadi. Demak, mana shu CRM bazasida turadi.
keyinchalik aloqaga chiqishingiz mumkin. Deylik bunga misol uchun har xil holat bo'lishligi mumkin. Hozir sharoitim yo'q deyishi mumkin yoki kurs narxi qimmat ekan deyishi mumkin. Yoki bunga mos guruh bo'lmasligi mumkin. Lekin keyinchalik siz bunga aloqaga chiqib, yana siz o'quvchingizga aylantirishingiz mumkin. Demak, bitta o'quvchi agar hozir daftarda yoki Excel'da hisoblayotgan bo'lsangiz, demak qayerdadir yo'qolib, shu bo'yicha bu o'quvchiga aloqaga chiqish imkoni bo'lmasligi mumkin. Lekin agar siz CRMda ishlatadigan bo'lsangiz, a, demak CRMda butun o'quvchi yo'qolmaydi hech qayerga. Demak, konvertatsiya, ya'ni sizni o'quvchingiz bo'lishligini foizi judayam katta bo'ladi. Va lidlarda yana bitta qismi bor, bu link yaratish. Link yaratish nima bu? Bu sizni Telegram kanalingizda yoki Instagramda ro'yxatdan o'tish uchun berishingiz mumkin bo'lgan link. Ya'ni siz o'zingiz xohlaganday link yaratasiz. Qaysi fanlar bor, qaysi fanlar o'tish kerak yoki qaysi darajada xohlaganingizday qilib, demak, link yaratib qo'ysangiz bo'ladi va buni nusxalab, Telegram kanalingizda ishlatsangiz bo'ladi. A, qanaqadir yana savollar bo'ladigan bo'lsa, demak, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin mana bu qismidan. Xohlagan paytingizda albatta savollaringizga javob beramiz.